Angliyadan Toshkentga endi borgan paytlarimiz uyimizni remont qilish kerak deb janjal qilardim. U ham mayli, janjal bilan qancha narsa oldirganman. Angliyada ham erim bilan tortishib bir nimalar sotib oldirardim. Ikkita chemadon bilan Toshkentga qaytganmiz xolos. Qolgan narsalarimizni tarqatib yoki tashlab yuborishga to'g'ri kelgan. Italiyaga kelayotganimizda ham o'sha urush bilan olingan narsalarning ko'pi tarqatildi. Qancha harakat qilsak ham nasib degan narsa bor. Ya'ni bizga nasib qilmasa, sharoitimiz yetib olsak ham ishlata olmaymiz. Rimda yaxshi joylashib oldik va xulosa qilgan holda nimadir olib bering deb janjal qilmay qo'ydim. Erim o'zi xohlab nimalardir sotib oldi. Menga nasib qilgan bo'lsa erim olib beradi, bo'lmasa shunda ham yashayveraman degan fikrda yuraman. E'tibor beryapmanki, bosim yo'q bo'lgan sari o'zi istab oshxonaga har xil narsalar sotib olib berdi. Yana bir narsa, to'yimdan oldin Angliyaga ketishimni bilmasdan bir shkaf yangi kiyim yig'ganman. Oyoq kiyimlari bilan birga hammasini yaxshi brendlardan sotib olganman. Bagajimga esa 23 kilogina berishdi. Qish kelayotganda 3-4 ta qalin kiyimim bilan chemadon to'ldi. Qolganlari opa-singillarimga nasib qilgan ekan. Endi hozir nimadir kerak bo'lsa olay deb emas, menga nasib qilsin deb so'raydigan bo'ldim. Grow 19-kun kuzatganingiz uchun rahmat.